Assalomu alaykum mening hurmatli kuzatuvchilarim. Bugun men sizlarga biodobavka Bad Kelp haqida ozroq ma'lumot bermoqchiman. Qizlarjonlar, hamma ayollarga kerakli bo'lgan shu badimizni tavsiya qilaman. Sababiki bu tabiat tomonidan yaratilgan multivitamin. Ya'ni kelp minerallar, mikroelementlar, tolalar, vitaminlar va yog'da boy bo'lgan laminariya tarkibidan jigarrang dengiz o'ti. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dengiz o'tlari iste'mol qilish salomatlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tarkibida alohida o'rin egallaydi yod, xlorofil, temir va kalsiy. Jigarrang yosunlar yog'da boy bo'lgani uchun uni iste'mol qilish tanamizning gormonal tizimini tartibga soluvchi qalqonsimon bezga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Endokrin tizimdagi ijobiy ta'sirdan tashqari yod metabolizmni normallashtirishga yordam beradi va vaznni tushishiga ham yordam beradi. Yod tanqisligi metabolizmni 50% gacha sekinlashtirishi mumkin. Shuning uchun kelp qo'shimchalarida qabul qilish metabolizmni yaxshilaydi va shu bilan vazn yo'qotishning ijobiy jarayonini rag'batlashtiradi. Organik yodning qo'shimcha manbai, xlorofilning qo'shimcha manbai immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Endokrin tizimga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Biologik faol muddat tarkibi. Biologik faol modda yod tavsiya etilgan sutkalik dozalari moddaning tarkibida 2 kapsuladan ichish mumkin. Tavsiya etilgan kunlik iste'mol darajasi, ya'ni 2 marta ichish mumkin, ertalab va kechqurun. Qo'llash sohasi biologik faol oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida yodning qo'shimcha manbai. Faollanishi bo'yicha tavsiyalar. Kattalar 1 kapsuladan kuniga 2 marta ovqat bilan birga. Davolashning davomiyligi 1 oy. Agar kerak bo'lsa, qabulni takrorlash mumkin. Qo'llanish mumkin bo'lmagan holatlar. Komponentlarga individual intolerans, homiladorlik, emizish. Foydalanishdan oldin shifokor bilan maslahatlash tavsiya etiladi. Dori emas. Saqlash sharoitlari. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan va bollar qo'liga yetmaydigan joyda yuqorida saqlash kerak. Qizlarjonlar, bu vitaminimiz hamma ayollarga kerak deb o'ylayman, multivitaminimiz. Chunki bu tabiat tomonidan yaratilgan multivitamin. Hammalaringizga rahmat. Kimga kerak bo'lsa